Futbol agentlari o'yinchilar va klublar o'rtasida vositachilik qilish orqali futbolchining darajasi, transfer summasi, shartnoma shartlari va agentning muzokara yuritish qobiliyatlariga qarab mo'may daromad ko'rishlari mumkin. Odatda agentlar transfer summasining 5-10% oralig'ida haq olishar ekan. Tushunarliroq bo'lishi uchun Abduqodir Husanov misolida ko'rib chiqamiz. Agar futbolchi 50 million yevroga sotilsa, agent 2,5 million yevrodan ko'proq daromad ko'rishi mumkin. Futbolchining yillik maoshdan ham 5-10% ulushdor bo'lish variantlari ham bor. Ya'ni agar yillik tushum 10 million yevro bo'lsa, agent 500 mingdan 1 million yevrogacha oladi. Bundan tashqari reklama kelishuvlarida ham 10-20% lik haqdor bo'lib chiqishi mumkin ekan. To'g'ri, o'ziga yarasha agentning ham majburiyatlari talaygina, ammo yaxshi foyda ko'rsa bo'ladigan kasb ekan. Masalan, 2022-yilda Erling Haalandning transferi ortidan agent naq 10 milliondan ko'proq foyda ko'rgan. Tasavvur qilishingiz uchun aytib o'taman, bu pulga 40 ta Ferrari yoki 50 ta Gelik sotib olish mumkin. Siz mashhur va badavlat futbol agentlaridan kimni taniysiz? Izohda yozib qoldiring. Nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonda ham bu kabi agentlar biznesi yaxshi rivojlanganmi?